Quloqdan irin ketish ayni vaqt juda ham ko'paygan. Yoshlarning ichida sabablarini hozir doktor Lor Muhriddin tushuntirib o'tadi. Marhamat. Quloqdan irin ketish bir necha sabablari bor. Bu osteogenoitis, xronix goniotit vaqtida bo'ladi. Bu sababi asosiy sababi infeksiya, ya'ni quloqqa infeksiya tushish. Bu infeksiya burun orqali tushishi mumkin va tashqaridan ham quloq parda teshik bo'lgan holatda tashqaridan ham tushishi mumkin. Va quloqda infeksiya tushib, endi avj oladi. Avj olgandan keyin zardob gnoylar paydo bo'ladi. Va vaqtida, ya'ni vaqtida tavbat qilmagandan keyin zardoblar ko'payib, quloq pardasini teshib tashqariga chiqish boshlaydi. Uni tashxis qo'yish uchun nima qilish kerak? Tashxis qo'yish uchun shu alomatlarni o'zida kimki sezsa, ko'rib qolsaki qulog'i og'riyapti yoki qulog'idan zardob iringlar ketyapti, tarsi testlar doktorlarga murojaat qilish kerak. Doktorlar uni ko'rib turib, analizlar qiladi. Quloqdan analiz oladi, qon analizlarini oladi va kompyuter tomografiya quloqni tekshirib chiqish kerak. Qaysi qismlarda narushение bor? Chunki buni vaqtini oldini olmasak, bir necha og'ir kasalliklarga olib keladi. Осложненияsi qanaqa bo'ladi? Осложнение esa quloqda iring yig'ib, birinchisi eng xatarli осложнениyalardan biri eshitishni pasaytirib yuboradi bu. Keyin quloqda pardasi teshik bo'lgan holatda teshik qolib ketadi va tez-tez quloqqa infeksiya tashqaridan kirib boshlaydi. Ikkinchisi, quloqda iring yig'ilib, bu iring shunaqa quloq suyakchalarini yeb boshlaydi. Eshitish pasayib ketadi. Keyin buni восстановить qilish juda ham qiyin bo'ladi. Undan tashqari iring bu miyaga yaqin joylashgan, shu sababli iring miyaga o'tib meningit, absses mozglarga olib keladi. Bu holatlarda reanimatsiyaga tushib qolish mumkin, og'ir holatga tushish mumkin. Buni saqlash kuchli antibiotiklar qiladilar va hammaga yaxshi natija ko'rsatish amrimon. Oldini olish uchun nima qilish kerak hozir ayni vaqt? Oldini olish uchun salgina quloqda og'riq paydo bo'ldi, yo'q quloqda bitish paydo bo'ldi. O'shanda nima qilish kerak? Doktorga vaqtida, ya'ni vaqtida murojaat qilish kerak, quloqni muoyanadan o'tish kerak, albatta to'g'ri lecheniya qilish kerak. Rahmat, sog' bo'ling.